Eng mashhur antitopik roman 1984-yilda 2 daqiqalik nafrat vaqti bo'ladi. Bu vaqtda partiyaning barcha a'zolari partiya dushmanlari haqidagi filmni tomosha qilishga majbur qilinadi. Odamlar o'zlarining nafratlarini bildirish uchun qo'zg'aladilar. Inson o'zini nafrat bilan to'yintirishga yo'l qo'ysa, haqiqatda shunday bo'ladi. Фашистами, ебаными! Буду с фашистами! Нахуй! Твари ебаные! Я вас рвал на части! Xalq fashizmdan qutulmoqchi. Yo itoat etasiz, yoki boshqa yo'li yo'q. Butun Ukrainani yer yuzidan yo'q qilib yuborish kerak. Nima uchun deysizmi? U nega kerak o'zi? Nemislar kabi natsistlar bizga hujum qilgan. Xuddi shunday Amerika ham bostirib kiryapti. Tushunyapsizmi? Qanday qilib ajratish va qoradashlar qurboni bo'lmasligi mumkin? Muammoning tarixini o'rganing va turli pozitsiyalardan manbalarni o'qing. Dushmanlar haqiqatan ham bizning yo'q bo'lishimizni orzu qiladimi? O'zingizga savol bering, ular ma'lum odamlarga emas, butun mamlakatga qarshi bo'lganmi yoki rejimlargami? NATOning yaratilish tarixi, blok qanday tashkil etilgani, nega harbiy harakatlarga rozilik olish juda qiyinligi haqida o'qing. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, NATO endigina Rossiyaning xatti-harakatlarini tahdid deb atamoqchi. Biz hamkor edik. NATOning hatto rus tilida sahifasi ham bor. Albatta, quruq gapga ishonmang, lekin turli manbalarni o'qib, o'zingiz xulosa chiqarishingiz mumkin. Keyin bizning qadriyatlarimiz g'arbnikidan shunchalik farq qiladimi yoki yo'qligini tekshiring. Bu turli mamlakatlar aholisining qadriyatlari xaritasi. Chatda omon qolish, o'ngda o'zini namoyon qilish qadriyati. Bu yerda biz haqiqatan ham g'arb bilan turli qutblardamiz. Sovet ittifoqi parchalanganidan keyin barcha zarbalardan so'ng bizning shunchaki omon qolish istagimizni tushunish mumkin. Mana bu boshqa mezon bo'yicha quyida din, oila kabi an'anaviy qadriyatlar va yuqorida shaxsiy muvaffaqiyat kabi qadriyatlar turadi. Biz Yevropa, Ukraina bilan bir xil darajadamiz va hatto AQShdan biroz yuqoriroqdamiz. Demak, kimdandir bizda hamma narsa faqat an'anaviy qadriyatlarga asoslanadi, g'arbda esa hamma faqat pul haqida o'ylaydi deb eshitgan bo'lsangiz, qiymat xaritasi buning aksini ko'rsatadi. U dunyoning 120 ta davlatdagi turli qatamlardagi haqiqiy odamlarning javoblariga asoslanadi. Bunday manbalar propagandachining fikridan ko'ra ko'proq ishonchga loyiqdir. Demak, davom etamiz. E'tibor berganmisiz, biz o'z fikrlarimizni so'zlar yordamida o'ylaymiz. Faylasuflar til tafakkurini shakllantiradi deyshadi. Ya'ni qaysi so'zlar, tushunchalar va atamalardan foydalanishimiz bizning odamlar va hodisalarga qanday munosabatda bo'lishimizga ta'sir qiladi. Bu xususiyat quyidagi propaganda texnikasi tomonidan qo'llaniladi. Ya'ni yangi til.